Videoni boshlashdan oldin do'stlar, sizlarga Mantiq deb nomlanuvchi yangi YouTube kanal ochganligimni e'lon qilmoqchiman. Ushbu kanal butunligicha ilm-fanga, texnologiyaga, muhandislik va boshqa qiziqarli ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Ushbu kanal hali yangi va o'shaning uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ushbu kanalga o'tib, videolarni ko'rib, o'zingiz baho berib, obuna bo'lgan holatda qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Va nihoyat ancha vaqt o'tganligiga qaramasdan, adashmasam ro'p rosa 3 oy vaqt o'tdi va yana Shaxmat olami kanalida yangi video chiqishni boshladi. Orada video chiqmaganligi sababi do'stlar shunchaki vaqt masalasi, bu eng asosiysi. Undan tashqari, ya'ni ruscha qilib aytganda tvorческий krizis edi. Mana shu narsa ham bo'lib o'tdi. Shunchaki odamda qanaqadir xohish bo'lmaydi. Ancha voqealar bo'lib o'tdi do'stlar. Shaxmat olamida har kuni qanaqadir musobaqalar, har kuni qanaqadir o'yinlar, shaxmatchilar u shahardan bu shaharga, bu shahardan u shaharga ko'chish bilan ovora va yangi musobaqalarni o'ynash bilan ovora. Hamyurtimiz Javohir juda ham ajoyib tarzda nomzodlar musobaqasida g'alaba qozondi. Ushbu musobaqani ham sharhlash niyatim bor edi, lekin yana o'sha sabablarga ko'ra yuqoridagi bu narsani ham uddasidan chiqa olmadim. Va yaqinda match bo'lib o'tishi kerak. Uni ko'rib o'tamiz. Albatta nasib qilsin hamyurtimizga jahon shaxmat mana bu tojini O'zbekistonga birinchi marotaba olib kelishdi. Demak, qarang, o'yladim qanaqangi partiya chiqarsamikin deb bugun zamonaviy partiyalarnimi yoki bo'lmasam hozir bo'lib o'tayotgan musobaqalardan bittasini yoki yo'q do'stlar, chunki bu barcha voqealar hammasi o'tib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan boshqa kanallarda qayta chiqib yotibdi. Hammasi qiziqqanlar bo'lsa ham ular ko'rish mumkin. Shuning uchun keling hozir ayni paytda biz tarixdagi eng muhim va o'zining tarixiga, voqeasiga ega bo'lgan aynan shaxmatchilarning hayotida juda ham katta rol, karyerasida o'ynagan partiyalarni, hattoki hayotida to'g'ridan-to'g'ri taqdirda ham deyish mumkin partiyalardan bittasini ko'rib o'tamiz. Gap 1910-yil to'g'risida ketmoqda. Anchadan beri mana shu partiyani ham chiqarish niyatim bor edi. Men bugunga nasib qilgan ekan. Emanuel Lasker ikkinchi jahon chempioni hamda da'vogar o'sha paytdagi Vena shahridan bo'lgan, Vena shahridan Karl Schlechter o'rtasida bo'lib o'tgan match. Ushbu matchning o'ziga yarasha qiziqarli taraflari bor. Ya'ni tarixga ozgincha qaytishimizga to'g'ri keladi, chunki mana shu partiyani ikkala shaxmatchiga qanchalik muhimligini bilish uchun birinchidan, ikkinchidan shaxmat partiyasida bo'lib o'tgan mana bu shaxmatchilarning yurishini va ichidan o'tayotgan narsalarni his qilishimiz uchun o'yindan oldin. Umuman mana shu Emanuel Lasker har doim matchlarga, jahon birinchiligi uchun matchga shart qo'yganda shunaqa odati bor ediki, oson raqiblarga, misol uchun David Yanovskiy deydigan bo'lsak, katta summa talab qilmasdi. Birinchidan, ikkinchidan, deyarli har qanaqangi oddiy shartlarga rozi bo'lar edi. Lekin kuchli raqib uni da'vogar qarshisida paydo bo'lsa, misol uchun Akiba Rubinstein bir paytlar da'vogar edi, lekin juda ham katta summa so'ragan Lasker va shunchaki homiy topilmagan shu matchni organizatsiya qiladigan. Xosarol Capablanca ham xuddi shunaqa voqea, lekin Lasker vaqt o'tgandan keyin shunchaki puldan qisilganidan keyin iloji yo'qligidan Capablancaga match beradi va bu narsa bilasiz nima bilan yakunlanganligini. Mana shu matchda ham Laskerni mana qarang, Karl Schlechterne qanchalik kuchli shaxmatchiligini biladi Lasker va qo'yayotgan shartlarni qarang. Birinchidan, har 15 ta yurishdan keyin tanaffus e'lon qilinishi kerak. 2 soat, 1 soat, 2 soat adashmasam. Ya'ni tasavvur qilishingiz mumkin, partiya doskaga o'ynagan o'tirish shaxmatchilar 15 ta yurish bo'lmoqda va shaxmatchilar o'rnidan turib 2 soat, tanaffus emas, bu yerda tabiiy holki o'yin tahlili ketadi. Bu qo'shimcha yordam bo'ladi. U tarafga ham, balkim bu tarafga ham mana shu o'yinda biron bir yaxshiroq natijaga erishish mumkinligi. Ya'ni 15 ta yurishdan, 30 ta yurishdan yana adashmasam 45 yurishdan keyin yana tanaffus olish kerak. Bu narsa to'g'risida xuddi shunaqangi shartni birinchi marotaba Capablanca Laskerga chaqiruv tashlaganda, Lasker xuddi mana shu shartni qo'yganda, Capablanca buni shunchaki yumshoq qilib aytgan bo'lsak, masxarabozlik degan. Bu
chestni emas, ya'ni haqqoniy o'yin emas bu degan. Va Lasker yoqda gapiga yopishgan, xullas xafa bo'lgan, shu bilan match bermagan. U yoqda o'zining voqeasi bo'lgan. Schlechter bu narsaga rozi bo'ldi. Yana bir qo'shimcha, ushbu matchni finansировать qiladigan, moliyalashtiradigan yaxshi bir anaqalar topilmadi. O'shaning uchun bor yo'g'i 10 tagina partiya o'ynashdi shaxmatchilar. Boshqa partiyalarga afsuski, pul topilmadi, homiylar topilmadi. Undan keyin yashirin punkt bo'lgan deb taxmin qilishadi shaxmat tarixchilari. Ya'ni aynan mana shu biron bitta sharti bor edi. Aynan mana shu shart ommaga olib chiqilmagan, hech kimga ko'rsatilmagan, faqat o'sha ikkita shaxmatchi bilishgan xolos va organizatorlar. Va katta shubha bilan yoqda Emanuel Lasker shunaqangi shart qo'yganki, chempionlikni mendan tortib olish uchun da'vogar shaxmatchi 2 ochko ustunligi bilan ustimda g'alaba qozonish kerak. Agarda 1 ochko bilan bo'lsa ham jahon taxti o'zimda qoladi. Katta taxt bu narsa 100% ma'lumot emas, lekin deyarli bu ya'ni tasdiqlanmagan fakt desa ham bo'ladi. Lekin bu yerda katta ehtimol bilan xuddi shunaqangi bo'lgan deb shaxmat tarixchilarining o'zlari ta'kidlashadi. Nima uchun bunaqa demoqdaman? Chunki Jak Mizes eslaydi. Ya'ni 10-partiyani hozir sizlar bilan ko'ramiz va hisob 4-5 hisobida Karl Schlechter 1 ochko bilan oldinda bormoqda. Va Jak Mizes degan shaxmatchi o'sha matchda qatnashgan, ya'ni yonida yurgan insonlardan bittasi bo'lgan. U aytadi, Schlecherga yetdim deydi. Karl, mana hozir 1 ochko bilan oldinda bormoqdasan. Bitta durang qilsang, 10-so'nggi partiya va 1 ochko bilan g'alaba qozonasan. Va jahon taxti mana o'sha qo'lingda, jahon chempioni bo'lasan va tarixga kirasan. O'shanda Karl Schlechter javobi boshqacha bo'lgan. Yo'q, meni qoniqtirmaydi 1 ochko bilan g'alaba qozonish. Men yana g'alaba uchun o'ynayman. Ya'ni va bank qilaman. Tavakkal. Mizes aytadi, men unchalik tushunmadim deydi. Nima uchun bunaqa narsani aytganini Karl Schlechter. Va katta ehtimol bilan bu narsaga mana shu bo'layotgan shartni borligini tasdiqlaydi va bir tarafdan Karl Schlecherni ham nima uchun bunaqa qilganligini agar shu shart rostdan ham bo'lgan bo'lsa tushunsa bo'ladi. Ta'kidlab o'tmoqchiman, ushbu voqealar hammasi partiyalar mana shu kitobdan olinmoqda. Va ikkinchi tarafdan yana qiziqarli mana shu partiyaning joyi Emanuel Lasker ham g'alaba uchun o'ynaydi mana shu partiyada. Nimaga? Chunki 1 ochko bilan yutqizmoqda. Va agar durang bilan yakunlansa ushbu match, unda 1-0 hisob bitta ochko bilan g'alaba qozonib yutqizgan jahon chempioni, lekin shu bilan birgalikda u hali ham jahon chempioni. O'sha paytlarda hozirgiga o'xshagan, misol uchun xalqni yoki shaxmat olamining fikri ahamiyatsiz bo'lmagan, balkim katta ta'sir o'tkazgan. Va tabiiy holki, agar bunaqangi bo'lganda, hamma savol beradi, qanaqangi bu jahon chempioni agar yutqizgan bo'la turib, taxtni o'zi saqlab qolib yurgan bo'lsa. O'shaning uchun Laskerda ham juda ham katta motivatsiya bor edi. U ham g'alaba uchun o'ynashi kerak. Ya'ni ikkala shaxmatchi uchun ham g'alaba suv va havodek zarur va ikkalasini ham durang qoniqtirmaydi. Bir so'z bilan aytganda, ikkalasi uchun ham bu partiya hayot-mamot masalasi, hayot partiyasi, ya'ni taqdirini hal qiladigan partiya hisoblanadi. Mana shunaqangi qisqacha ma'lumotlar do'stlar. Bu narsalarni gapirib o'tishim muhim edi, chunki aynan partiyadagi ruhni, o'yin holati ruhini sizga yaxshiroq tushunishingizga yordam beradi. Endi esa partiyaga o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, bu holda sizdan onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ссылкаga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Bundan oldingi 9 ta partiyada shaxmatchilar faqatgina E2 to'g'ri yurish bilan o'yinni boshlashdi. Va bu narsa Laskerga, har holda Laskerga hech narsa bergani yo'q. O'shaning uchun bu partiyada g'alaba muhimligi uchun u partiyani D2 to'r bilan boshlamoqda. D5 bilan javob berdi Schlechter, C to'r, C6 doskada Slavyan himoyasi, At-F3, At-F6, E3, J6 va Karl Schlechter o'sha paytda o'zi yaratgan, o'ylab topgan Slavyan himoyasidagi aynan Schlechter varianti, bir so'z bilan aytganda bu variant emas, aslida butun boshli bir tizim aslida bunday hisoblanadi, bir so'z bilan aytganda shunchaki variant deyiladi.
ot C3 partiyada bo'ldi, fil G7, fil D3, rokirovka, fers C2. Nisbatan biroz bu yoqda ferzni olib chiqmagani ma'qulroq edi, chunki mana bu batareyka faqat piyodali bunkerga qarab turibdi, shuning uchun tushunarsiz. Bu yoqda rokirovka qilish ham mumkin edi. Mayli, hozircha o'yinning boshlanishi va ot A6. Biroz noodatiy bo'lgan figurani o'yinga chiqishi, otni B7 ga chiqishni xohlamadi Karl Schlechter va o'yinni mana qarang, debyutni boshidan o'zi ko'rinmoqda. Schlechter biroz nostandart bo'lgan variantlarni, yurishlarini tanlayotganligini. Chunki yana ta'kidlab o'tmoqdaman, g'alaba uchun o'ynash kerak. Boshqa narsa uni qoniqtirmaydi. Bu yoqda otni B4 ga kelish ehtimoli bor, shuning uchun darhol reaksiya bo'lmoqda Lasker tarafidan A3 yurishi. Va bu yoqda endi bitta masala, aynan A6 ketagidagi otni qayoqqa joylashtirish kerak degan bosh qotirish ishlari boshlanmoqda. Doskani chekkasi turibdi ot, to'g'risi, va yoqda quyidagicha rejalardan bittasi bor edi. Misol uchun, otni mana bunday C7 katagidan keyinchalik C-da yurishi bo'lishi mumkin. Variant davomida ko'rib o'tamiz. Ya'ni asosiy masala otni D6 katagiga joylashtirish. Ya'ni mana bunday tarzda, misol uchun fil D2, ot E8, rokirovka, ot D6, H3, fil F5 almashtirishni maqsad qilgan holatda va mana bu E4 katagini qo'lga olish maqsadida. Keyinchalik ruh F4 va nihoyat mana bu otni E4 katagiga joylashtirish mumkin bo'lardi. Albatta E4 katagidagi ot nisbatan ancha kuchliroq mana bu A6 katagiga turgandan ko'ra. Lekin Schlechterga g'alaba kerak. O'shaning uchun u yana o'yinni biroz boshqacha ruhdagi ko'rinishga olib borishga, chigallashtirishga harakat qilmoqda. Ya'ni DC yurishini amalga oshirdi. Umuman olganda bu yurish qo'pol xatolik emas, lekin biroz nostandart o'yinligini ko'rmoqdamiz. Fil uradi C4 va mana bu yurish endi tabiiy holki, ya'ni ikkita variantni bir-biriga bo'lgan gibrid aralashuvi. Ya'ni o'sha paytda 1910-yilda Akibor Mirstein tarafidan o'ylab topilgan Sloveniyacha himoyadagi Miran varianti bormi-yo'qmi hozir eslolmayman. Lekin bu aynan mana shu variantga tegishli bo'lgan yurishlar hisoblanadi. B5, B4, C5 mana shunaqangi yurishlar amalga oshiriladi. Umuman olganda mana shu ikkita variantni hozir bir-biriga aralashtirishi Schlechterdan va mana bunaqangi pozitsiyani hosil qilishi, piyodalarning strukturasini buzishi ayni mana shu pozitsiyada bu albatta yaxshi emas. Lekin boshqachasiga o'yinni biroz chigallashtirishni, qiyinroq qilishni iloji yo'q. B4 zarbasini amalga oshirmoqda. Javoban yoki olish kerak yoki otni olib qochish kerak va albatta ikkita ot hozir doskani chekkasida. Lekin tabiiy holki aynan oqlarning oti ushbu pozitsiyada yaxshiroq turibdi. Nima uchun? Chunki C5 kataga nazorat qilmoqda va kelajakda mana bu piyodaga hujum qilish obyektiga tabiiy holki aylantirish mumkin. Tak, B yurishi bo'ldi partiya davomida. Fil B7. Bu ham Miran variantida filni standart chiqadigan kataga hisoblanadi. B7 katagi. Ammo Schlechterni o'zini qo'llagan variantida bu fil B7 kataga kelishi kerak emas. Kamiga bu yoqda B liniyasi ochildi va aynan mana bu ruh bobur yurishidan keyin ko'rmoqdamizki, fil unchalik ham yaxshi joylashib turmaganligini. Fers C7 bilan javob bermoqda Karl Schlechter va Zigbertarish o'z sharhida ta'kidlab o'tdiki, bitta ko'zni, ya'ni bitta nazarni tashlashni o'zi yetadi mana bu pozitsiyaga va oqlarning pozitsiyasi ya'ni g'alabali ekanligini ishonch hosil qilish uchun. Tabiiy holki bu narsani kompyuter ham tasdiqlamoqda. Deyarli 1,5 ta piyoda ustunlikni bermoqda oqlarga. Nimani hisobiga? Tabiiy holki bu yoqda ot birinchi navbatda hamda B7 katagidagi fil va hozircha o'ynamayotgan fil G7 katagida turgan, ya'ni 3 ta figura qorada shunchaki yomon holatda turibdi. O'z-o'zidan oqlarga ustunlik beradi. Oqlarda o'z navbatida hech qanday ya'ni pozitsion muammolari yo'q. Va shunchaki bu yoqda Laskerdan talab qilinadigan narsa o'yinni pozitsion ruhda olib borishi va sekin-astalik bilan u yoki bu joylarda xavfni yaratish. Misol uchun, C4 yurishidan keyin xavf yaralishi mumkin edi ruh uradi B7 va keyinchalik otni yutib olish maqsadida. Agarda himoya qilishadigan bo'lsa, filni olib qochgan holatda, u holda fil D2 va sekin-astalik bilan rivojlanamiz, o'yinni olib boramiz. Biron bir qo'rqadigan narsamiz yo'q. Oqlar shundoq ham katta ustunlik aynan pozitsion ruhda. Ot B7 va piyodaga hujum qilish mumkin va tushunarsiz qanday qilib bu piyodani himoya qilish mumkin. Va hali ham qorlarning figurasi ancha ayanchli, umuman olganda pozitsiyasi yomon holatda bo'lardi. Va o'yinda Laskerni qilgan yurishini ham aynan tarixda bo'lib o'tgan o'sha paytdagi voqealarni tushungan holatda, bilgan holatda tushunish mumkin. U ot E5 yurishini amalga oshirdi.
umuman olganda noaniqlik va ustunlikni qo'ldan chiqarib yubormoqda. Nima uchun? Chunki agar o'yinni Lasker misol uchun 9 ta partiyani bundan oldingi aynan pozitsion ruhda olib bordi jahon chempioni va o'zi ta'kidladiki, ya'ni Schlechter shu darajada mana bu himoyaga ustaligidan kerakli bo'lgan nuqtalarda yagona bo'lgan yurishlarni topgan holatda himoyalanishni davom etganligidan shunchaki charchatdi odamni deydi va kerakli bo'lgan joyda yaxshi bo'lgan yurishni topa olishni uddasidan chiqa olmayotgandi. Shuning uchun deydi Lasker ham tushunsa bo'ladi mana bu yurishni, ya'ni u ham o'yinni yana ham o'tkirlashtirishga va yana ham chigalroq holatga olib borishga harakat qilmoqda. Balkim taktikada, balkim kombinatsiyada yoki bo'lmasa boshqa o'tkir holatlarda raqibini u yoki bu zarbaga tutib olish uchun. Bu yerda endi javoban Schlechterni ham mana bunday yurishni biz kuzatmoqdamiz, ya'ni ot H5 yurishi, ya'ni shunchaki E5 katagi otni olib strukturani buzgan holatda va bu yoqda o'yinini keyinchalik balkim C5 yurishi bilan piyodani ham hattoki qurbon qilish mumkin, lekin asosiysi mana bu diagonal ochilgandan keyin tabiiy holki oqlarda ham yetarlicha muammolar boshlanishi mumkin. Lekin bu yoqda oqlarda yaxshi yurish bor, pozitsiyani mustahkam tarzda ushlaydigan, ustunligini yana ham mustahkamroq qiladigan yurish. U ham bo'lsa F2, F4 yurishi otni himoya qilgan holatda va hech qayerga siljitmasligini ko'rsatgan holatda. Bo'lishi mumkin C5, gap bo'lishi mumkin emas, filni yo'lini ochgan holatda rokirovka qilish kerak. Ruh A8 piyodani olish maqsadida, u holda fers E2 hujum qilgan holatda ruh D6 ga esa ot keladi C3 katagi, keyinchalik ot B5 va bu yoqda vilka xavflari bilan butun boshli katta xavflar. O'shaning uchun almashtirish kerak bo'ladi. D yurishidan keyin esa ruh B6 almashtirgandan keyin fil keladi Z4 ga, keyinchalik ot D5 ga, ot E4 ga yoki bo'lmasam keyinchalik ot F6 sakrashi mumkin. Hamda E6 zarbasi ham u yoki bu holatda har holda xavfni yaratishi mumkin bemalol. Lekin bu variantlar ham hammasi yuqoridagi pozitsion ruhdagi o'yinni olib borishga majbur qiladigan yurishlar. Laskerga bu narsa kerak emas, bu narsani biz guvohi bo'ldik va mana bunaqangi J2 J4 yurishini amalga oshirmoqda. Kitobda ham o'zi Laskerga gaplarini keltirmoqda. Agarda oldingi partiyalarda bunaqangi pozitsiya bo'lganda, katta ehtimol bilan bunaqangi yurishni qilmagan bo'lar edim dedi. Lekin ayni mana shu damda unga g'alaba kerakligi uchun ham noodatiy yurishlarni tanlamoqda. Javoban esa fil E5 bo'ldi va shu joyda ham nisbatan yaxshiroq edi. Mana bu E5 katagidagi filni olish aynan javoban ot J7 yurishidan keyin to'g'ri qo'llarda misol uchun stabil, katta bir kuchsizliklarsiz yoki katta bir xavflarsiz ishonchli pozitsiya yuzaga kelishi mumkin. Lekin o'ziga yarasha bu yoqda rokirovkadan keyin ruh A8 piyodani olish xavfi bor edi. F2 F4 dan keyin yagona qollarga umid beradigan narsa bu ham bo'lsa shohning kuchsizligi. Aynan mana bunaqangi kuchsizlik va shohning atrofida bo'lishi mumkin bo'lgan xavflar qollarga tenglikni ta'minlashi mumkin edi. Lasker esa yana boshqa yo'l bilan ketmoqda. U otni oldi. Javoban esa fil J7 ga qarab qaytdi. Endi pozitsiya ko'rmoqdamiz. O'sha Laskerni ikkita qilgan noaniq yurishidan keyin yana teng holatga qaytganligini, ya'ni kachela bo'lmoqda partiya davomida, bir u tarafda, bir teng va partiya davomida hozir ko'ramiz nima bo'lganligini. Ajra yurishidan keyin fers C4 xavfni yaratmoqda. Lasker ikkita tomonlama ham J6 katagidagi piyodani mo'ljalga olmoqda, ham ruh uradi B7 zarbasidan keyin ot hujum ostida qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun himoyalanish kerak fil C8 va endi agar J6 katagida zarba beradigan bo'lsa, u holda fil E6 fersga hujum almashtirish mumkin va javoban figura qaytarib yetib olinadi. Kamiga bu yoqda ikkita piyoda, lekin bu yoqda kompensatsiya tabiiy holki qollarda juda ham katta bo'ladi va dahshatli hujum boshlanishi mumkin. Aynan mana shu piyodalarga kompensatsiya sifatida fil D5 ruh B7 fersga hujum olib qochgandan keyin ruhni ham ikkinchisini olib qochish kerak va bu yoqda E5 zarbasidan keyin ko'rmoqdamizki shoh yumshoq qolib etganda o'zini yaxshi his qilmaydi. O'shaning uchun Lasker olmayapti mana bu J6 katagida, balkim ruhni birinchi bo'lib joylashtirmoqda J1 katagiga va yana bir bor mo'ljalga olmoqda J6 katagidagi piyodani. Fers A5 shoh bermoqda Schlechter, fil D2, fers D5. Agar oladigan bo'lsa, mana bu piyoda C6 katagidagi D5 katagiga o'tadi va juda ham yaxshi kataga joylashadi. Va aynan mana bu C6 katagidagi piyoda hozir o'zi hujum qilish obyektiga aylanmoqda. Ruh C1 shuning uchun himoya qilmoqda hozircha. Javoban fil B7 piyodani himoya qilish kerak. Javoban esa fers C2. Yana bir bor mana shu J6 katagidagi piyodani
mo'ljalga olmoqda Lasker. Fers H5 piyodaga hujum qilgan holatda va shohni atrofiga sekin astalik bilan ferzini chaqirmoqda Shlechter. Ushbu pozitsiyada ham Lasker o'yinni o'tkirlashtirmasdan yana ham oldingidek spokойный bo'lmasa ham, lekin baribir xotirjamroq o'yinni olib borsa bo'lardi. Misol uchun fers b3 urish orqali shunchaki hujum qilib, kuchsizliklarga yopishib, figuralarga hujum qilib o'yinni o'zi uchun xavfsizroq bo'lgan ruhda olib borish mumkin. Lekin Lasker bu yo'lni ham tanlamadi. U yana yonayotgan olovga o'tin tashlamoqda. Fil uradi j6 yurishi. Albatta bu xatolik. Lasker katta ehtimol bu narsani juda ham yaxshi bilgan va o'ylaymanki shu narsani ham bilganki, o'yin ustunligi kamroq bo'lsa ham, ya'ni tenglikdan o'yin uzoqqa ketmaydi. Va shu uchun ham mana shunaqangi o'yinni yana ham chigararoq qilish uchun mana shu qurbonlikka qarab bormoqda. Javoban esa fers uradi h2 Shlechter tarafidan, ruh f1 ga fj. Javoban esa fers b3. To'g'ri figura qaytarib yutib olinmoqda, lekin qorlarga qarshi hujum imkoniyati berilmoqda. Mana eng yomon kamchiligi ruh f7 yopilmoqda, fers uradi b7, ruh f8 va ko'rmoqdamizki endi yetarlicha bo'lgan qarshi hujum va muammolar oqlarda paydo bo'lmoqda. F2 kattagini qanday qilib ushlash mumkin? Otni olish mumkin emas. A6 kattagidagi. Agarda oladigan bo'lsa, u holda bir necha yurishda mod bo'ladi. Almashtirgandan keyin ferji bir moddan himoyalanishdan iloji yo'q. O'shaning uchun Lasker ferzni b3 ga joylashtirmoqda. Hozircha svyaska. Shoh qochgandan keyin yana f2 kattagida hujum, yana zarba oldinda turibdi. F2 F4 va piyodalar oldinga surilgan sari ko'rmoqdamizki, shohning markazda qolgan shohning himoyasi yana ham zaiflashib bormoqda. J5 zarbasi yana ham aniq yurish Shlechter tarafidan piyodaga hujum qilindi. Fers d3 ga oldik va fers h4 shoh. Olib qochish kerak. Fers h2 shoh, ruh f2, fers h5, ruh f3 yurishi va ushbu joyda Lasker aytadiki, men ko'rdimki, что ruhni h1 ga yurib, ferzni oldirgandan keyin ikkinchi ruh bilan shoh berib h3 kattagida ferzni yutib olsam bo'lardi. Ya'ni ikkita ruhga bitta ferzni almashtirib olsam bo'lardi. Lekin bu narsaga qarab bormadi Lasker parcha davomida va qiziqarli narsa bu yoqda shuki, Shlechter agar hozir durang qilishni xohlaganda, tabiiy holki hozir ko'rsatib o'tadigan variantimizni fil h6 yurishi. Bu 100% javob beraman. Shlechter parcha davomida ko'rgan. Lekin bu narsaga qarab bilamizki, ikkala shaxmatchi ham bormayotganligini va nima yurishini tanlamoqda hozir ko'ramiz. Birinchi bo'lib yuqoridagi variantni keling ko'raylik, qanday durang qilish mumkin edi. Fil h6 yurish orqali piyodaga yana bir bor hujum qilish kerak edi. Va agar ruh uradi c6 bo'ladigan bo'lsa, u holda endi f4 kattagida oladi. Javoban fers j6 yurishiga ferzni almashtirish taklifi, shoh berish kerak bo'lardi b5 kattagida. Ya'ni bu narsalar, mana bu yurishlar hammasi forsirovanный variantlar, ya'ni boshqa yurishlar yo'q. Shoh e1 olish kerak. Javoban esa ruh qaytarib yutib olinadi. Sifatni yutib olgan holatda hattoki va fers h6 yurishidan keyin ta'kidlab o'taman, bu yoqda ruh j6 yurishi mod yo'q, chunki qollarning shoh qochib ketadi. Shuning uchun bu yoqda doimiy shoh berishiga to'g'ri kelar edi. Boshqa variant yo'q edi oqlarda. Partiyada esa Karl Shlechter ot c7 yurishini tanladi. Ot c7 umuman olganda yurish yomon emas, lekin yuqorida gapirib o'tgandek, fil h6 bu durang forsirovanный, ot c7 esa bu otni d5 ga olib kelish yoki b5 ga vaziyatga qarab bu g'alaba uchun o'ynalayotgan yurish. Shundoqqina ko'rinib turibdi. Va undan ham hayratlanarlisi, hozir Laskerni qilgan mana bu ruh uradi c6 yurishi va shundoqqina hayron qolish mumkin. Nimasi bilan bu yoqda shoh o'ta xavfli holatda turibdi. Juda ham xavfli holatda. Va bunaqangi holatda mana qattagi bir piyodani olishga vaqt sarflash, bu narsa to'g'risida Zigbert Arash kitobda keltiradi, ajoyib. Xuddi generalni unga hujum bo'layotgan, o'qlar otilayotgan paytida qaddini ko'tarib sigara chekib turishga o'xshaydi deydi. Mana shunaqangi ta'rifni keltiradi. Rostdan ham. Partiyani ko'rishni davom etamiz. Ot b5 bo'ldi Shlechter tarafidan. Ko'rmoqdamizki, ya'ni oilaviy Kasparov aytgandek, vilka kelmoqda. D4 kattagida ham shoh, ham ruhlar himoyalanish kerak. O'shaning uchun
Va endi bu joyda yuqoridagi g'oyani davom etish kerak edi Karl Schlechter. Ya'ni D piyodasiga hujum qilish uchun aynan otni olib keldi. Mana bu A6 katagidan B5 katagiga va davom etish kerak edi mana shu piyodaga hujum qilishni. Ya'ni ro'q D8 yurishi. Va endi agar D piyodasi yiqiladigan bo'lsa, uni yiqilishi esa endi 100% aniq. Uni orqasidan shohni aynan kuchsizligi yana ham oshardi. Bu degani esa uje bir oyog'i bilan go'rda degani oqlarning pozitsiyasi. Qanday qilib homila? Agar fil uchiradigan bo'lsa, u holda E5 zarbasidan keyin o'yin taqdiri hal bo'ladi. Na u piyoda bilan, na bunisi bilan olish imkoniyati yo'q. Lekin o'yindagi bosim, partiyani qanchalik muhimligi, mana bu emotsional holati shaxmatchilar tomonidan va faqat g'alabaga bo'lgan yurishlar, kurash mana bunaqangi g'oyalarni olib keladi shaxmatchini xayoliga, miyasiga, aqliga, kimga nima qulay bo'lishiga qarab. Albatta bu xatolik. Javoban bu olish bo'ldi partiya davomida. Ruh uradi F4, ruh C8 shoh, fil F8, pozitsiya yana tenglashmoqda yuqoridagi xatodan keyin. Shoh F2 olish xavfi mana endi olish xavfini yaratmoqda oqlar. Fers H2 shoh, shoh E1 va mana shu joyda yana o'yinni mana shu partiyaning taqdirini umuman olganda hal qilgan yurish bo'lmoqda. Bu yerda ikkita shoh berish varianti bor. Yoki H1 dan yoki bo'lmasam H4 dan. Bittasi g'alabaga olib boradi. To'g'ri, kamida durrangga deylik, to'g'ri bo'lsa, kamida durrangga olib boradi. Bittasi mag'lubiyatga olib boradi. Biz ko'rib o'tamiz birinchi bo'lib H4 ketagidagi shohni va bu yerda ham 3 ta variant bor. Ya'ni 3 ta yo'nalish shohni qayoqqa qochishiga qarab. Birinchi bo'lib D1 ga qochishni kuzatamiz. U holda qonlar g'alaba qozonishadi. Fers H1 shoh, shoh E2, ro'q uradi F3, fers uradi F3 hamda ot D4 yurishidan keyin fersni boy berishadi. Ikkinchi variant u ham bo'lsa D2 ketagiga olib qochadigan bo'lsa, u holda yana fers H2 shoh, shoh E3, ro'q uradi F3, shoh uradi F3 hamda fers H3 yurishidan keyin C8 ketagidagi ruhni yutib olishadi va shu bilan yana o'yin taqdiri qonlarning foydasiga hal bo'ladi. Va nihoyat 3-variant u ham bo'lsa F1 ketagiga olib qochish, unda H3 ketagidan shoh va aynan ruh sviaskada bo'lganligi uchun F3 ketagidagi fersni olish imkoniyati yo'q. O'z navbatida yo'lga bermoqda C8 ketagidagi ruhga va bu yerda shohni olib qochish mumkin. U holda almashtiramiz va shunchaki ruhni yutib olish mumkin edi yana qorlar. O'yinda esa sezganingizdek Karl Schlechter o'z fersini H1 ketagiga yurmoqda va shu bilan durangni ham qo'ldan chiqardi va umuman olganda hamma narsasini, ya'ni mana bu shaxmat karyerasida hamma narsani qo'ldan boy berdi. Partiyada ruh F1 bo'ldi, juda ham aniq yurish. Shoh fers H4 yurishdan keyin shohni olib qochdi. Ta'kidlab o'tishim kerak, bu yerda piyodani olish mumkin emas. Agarda oladigan bo'lsa, u holda shoh beradi F8 ketagida, yana bitta shoh, yana va oxir oqibat mot qo'yishadi. Chiroyli qilib oqlar. O'shaning uchun F1 ketagida olmoqda Schlechter, almashgandan keyin fers uradi D4, fers D3 ga. Yagona umidi Karl Schlechterne, balkim qandaydir xatolik yo'l qo'ysa Lasker doimiy shoh bergan holatda durangni qayd etish. Boshqa imkoniyati yo'q. Va o'z navbatida Laskerning yagona imkoniyati u ham bo'lsa ferslarni almashtirib olish kerak shunchaki va partiyani g'alabagacha olib borish kerak ortiqcha material bilan. Va o'yin shunday yo'nalishda ham davom etdi. Shoh D1, ot D6, ruh C5 ga va hozir ustalik bilan Lasker birinchi bo'lib hamma figurasini bitta nuqtaga yig'ish niyati bor. Konsolidatsiya deydi bu narsani. Fil H6, ruh D5, shoh C8, ot C5. Ot ham endi nechta yurish mana bu joyda turdi, mana bu ot ham bilmayman. Endi mana o'yinga kirmoqda C5 ketagi va nihoyat doskada hozir mana 47-yurishga kirganda keldi. Fers bir shoh yurishidan keyin olib qochmoqda. Fers bir shoh, fers shoh B3, B2 ketagidan shoh berishga bo'lgan harakatlar. Ot E6, fers B2, fers shoh A4, shoh F7, ot uradi G7, fers uradi G7 hamda fers B3 yurishidan keyin juda ham yoqimsiz bo'lgan rengen, shuning uchun shohni olib qochish kerak. Fers B8 va o'yin mana shu sekin-astalik bilan Lasker o'zining ustunligini realizatsiya qilishni davom etdi. Piyodani yutib oldi. Schlechter shoh berishga harakat qildi. Ammo Lasker ustalik bilan ushbu endshpildagi ustunligini qo'ldan chiqarib yubordi. Yuqorida mana bu joyda ko'rmoqdamizki, doim yilkada tutib olmoqda va nihoyat fersni Lasker va Schlechter almashtirishga majbur.
Bu degani esa уже o'yin taqdiri hal bo'ldi degani. Va Madoskada hozir 71-yurishga kelganda, 71-yurish do'stlar. Va eng qizig'i bu qiziqarsiz endshpil doskada bo'lgani yo'q, balki u butun o'yinni boshidan oxirigacha to'g'ri xatoliklarga boy bo'lgan partiya bo'lsa ham, lekin juda ham qiziqarli partiya bo'ldi. Agar ikkala shaxmatchi ham g'alaba uchun o'ynashni xohlasa, g'alaba qozonishni xohlasa, kim o'ynashdan qat'iy nazar albatta mana shunaqangi qiziqarli partiya bo'ladi do'stlar. Ayniqsa professionallar o'ynasa bu narsa juda ham qiziqarli bo'ladi. Ayniqsa hayot mamot partiyasi bo'lsa, o'yin taqdirini, hayotini hal qiladigan partiya bo'lsa. 71-yurishga kelganda Karl Schlechter mag'lubiyatini tabiiy holki tan oldi va hisob 5-5 hisobi bilan ushbu match o'z nihoyasiga yetdi. Lasker jahon chempionlik unvonini o'zida saqlab qolgan 1910-yilda Karl Schlechterga qarshi bo'lib o'tgan matchda. O'ylaymanki sizlarga partiya hamda video ma'qul keldi do'stlar. Mana shunaqangi hayot mamot partiyalarini agar sizga qiziqish bildirgan bo'lsa, qoldirgan bo'lsa, u holda yana shunaqangi partiyalarni ko'rib o'tishimiz mumkin birgalikda. Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi videoda ko'rishguncha do'stlar, o'ylaymanki tez orada, xudo xolasa harakat qilaman. Ko'rishguncha do'stlar.